Men toza havoga ketdim, Spirgim qayerda edi? Alo. G'ayrat tez universitetingga kela olasanmi? Tinchlikmi? Sen kelgin, men keyin tushuntirib beraman. Jigarim, nima bo'ldi? Men universitetga topshirishim kerak. Shunga shuncha vaqtmanmi? Sen meni bu yo'l bilan to'liq tanishtirsang, vaqtmani sababini aytaman senga. Nima desang shu, O'zbekistonning eng zo'r universitetlaridan biri Hogwartsdan qolishmaydigan Central Asian University'ga xush kelibsan. Bu yerda kakras B-Student degan programma bor. 10-11-sinf o'quvchilari hamda abituriyentlar kelaverishi kerak. Bilasanmi nimaga? Nimaga? O'zingga qiziq bo'lgan va kerak bo'lgan programmani tanlaysan. Misol uchun ximiya, biologiya, matematika, ingliz tili, eng qizig'i san'at yo'nalishlari ham bor. Sun'iy intellekt, sport, media, marketing va yana 100 tacha yo'nalishi bor, Rombek. Nega kelganimizni aytasanmi endi? Hali bila olasan, G'ayrat. Haqiqiy student hayoti, zo'r bayramlar. Bu universitetga eng qizig'i Elon Muskga oyisi ham kelgan. Rostdan. Universitetda bor, qishda o'zini katoki ham bor. Zamonaviy kampus, 10 ta sport turi, futbol, voleybol, basketbol, padel, suzish. Ko'p ekan, rosa. Hali yana bor. Ayog'i. Rombek jigar, B-Student programmasi haqida ma'lumotlarni bstudent.centralasian.uz saytidan olsang bo'ladi. Eng qizig'i, B-Student programmasidan o'tganingdan keyin Central Asian University'ga hech qanaqa ekzaminsiz, bu degani stresslarsiz kirib ketasan. Xalqossan, G'ayrat degan. Bilasanmi jigarim? Xo'p, meni bu yo'lga nega chaqiruvding? Balkim endi yetarsan. Gapni nimadan boshlasammikin? To'g'risini aytsam, bilasanmi? Nima deb o'ylaysizlar? Ronbek nima demoqchi edi? O'zingizlarning fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar.